Təsvirlərə maslaşdırıb mana sizlər, təsvirlərə maslaşdırıb mana şundaq rahat, azadi kiyinib çıxıbsizlər. Bugün başqacha ruhli qiyafətli qızlarımızı görüb xoş bo'lyapman. Bir yangi mehmonni bayqab qoldim. Yaxshimi Mayrada? Yaxshimisiz singlim? Mening ismim Aliya Arslan. Aliya Arslan. Nima kasb bilan shug'ullanasiz? O'zim obrazlaylik, ya'ni kirimchik. Kirimchik. Ha, undaq bo'lsa, elchi programmamizning bundan keyingi sonlarida obrazimizga diqqat qilib qo'ying, ha? Shaxsan men o'zimga ancha kirim qilishga ipim yo'q. Ma'qul. Rahmat. Qani, undaq bo'lsa, mushu chiroyli qizlarimizga mos kelaman deb ishonch bilan sahnaga qadam bosgan birinchi yigit kim bo'ladigandu? Ekran qarab boqaylik. Yaxshimisizlar? Mening ismim Abduvahab. Yaşım 24 yaş. Özüm Xotandan. Hozir Urumchi turman. Kasbim chashlaydiguvchi. Mana chashlaydiguvchidan birisi mehmon bo'lib ketdi, Abduvahab. Yaxshimisiz enim? Yaxshimisizlar limonlim? Yaxshimisiz Fat? Yaxshimisizlar qizlar? Odatda mushtaq bo'shroq gap qilamsiz? Endi do'konda xiydalarga pasal gap qilib guna qilamiz. Chunki ma chash obrazlaylash kasbida hamda sizlar ishlaydigan muhitmi bak jimjit bo'lmaydi. Chash qurtqushlarning ovozi chiqib turdi, har xil to'ksaymanlarning ovozi almashib turdi. Bundaq muhitda chinroq gap qiladigan vaqtlaringlar bordi. Endi qizlarga bak tomga qilsak yaxshi bo'lmaydi. Xiydalarga shunga sizlar isbaylar. Bo'ldi, qo'llaymiz. Lekin bugun elchi sahnamizda chin gap qilish emas, anglayolg'idek gap qilib bersangizlar bo'ladi. Bo'lamda? Bo'ldi. Qani, kasbiy alohidligingiz bo'yicha savoldan kiraylikchi. Kimning chichi o'ziga bak yarashibdi? O'ziga yarashibdi. O'ziga mos keltirib yasalibdi, ha? Bo'ldi. Undaq bo'lsa, mana Alimalim o'ltiribdi, Fatiguladam o'ltiribdi. Bularmi sizga madad berib turadi. Yo'liqqan masalalaringiz bo'lsa, sizlar o'rtoqlashishni xohlaydi. Qizlarmi o'zining ehtiyoji bo'yicha sizdan xohlagan temada, siz javob bera oladigan doirada savollarni so'raydi. Albatta, siz so'rasangiz bo'ladi. Boshlaylik qizlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz chash laylash nimasi qilmadingiz, ha? To'g'ri. Urumchidami? Ha. O'rin qayerda? Xondan Olobani birinchi qavatida. Olobani birinchi qavatidami? Odatda chash laylaydiganlar bunday asos qiz o'g'illarni aralashmay, qizlarnimi? 90% qizlar, undan keyin 10% o'g'illarni qilamiz. O'g'illar oz sifatga-da. Rahmat. Yangidan kelgan singlim. Yaxshimisiz? Ismingiz Abduvahobmi? Ha. Siz o'zingiz tanlagan qizlarning o'zingiz bilan o'xshash bir kasb bo'lishini yaxshi ko'ramsiz yoki boshqa kasb bo'lsa mayli? U qanday kasb bo'lsa bular. Chunki o'zi obrazlaylash, kirim qilish kasbida usta. Qanday kasbni o'zi yoqtirsa shuni qilsa bo'ladimi? Sen bunday xaridor chiqib qolsa, qanday deysiz shunday yasab qo'yamsan yoki az to'la ashunday fikr berib, masalan, sizga asli bunday yarashadi deb bunday ancha-muncha maslahat berib. Albatta maslahat berib turib qilaman-da. Nimdes qilib qo'ysak, o'zi deganda ham bilan bilmaydi-da. Choyga yarashmasa bo'lmaydi-da vaqtda. Bizmi qarab turib choyga yarashquday qilib qilamiz. Ishinkega maykin nada oldi? Qiziqdi mashina ras. To'rnagan. Yaxshi ko'rdingizmi? Biroq faqat chapiningni. O'zing palvonninkidek bir xil bo'lsa. Sel turib deb beray. Ha, menga yili adresini yo'llag'ini. Abduvahab, bo'zchi turgunroq bo'lib bering. Chunki bugun sahnada oldingizda turgan bu qizlar sizning xaridoringiz emas, sizning do'stlaringiz. Siz tushunib beqishni xohlayotgan, sizning tushunib beqishni xohlayotgan qizlar. Shunga xaridor bilan farqi bak zo'r. Siz dadliroq bo'lib bersangiz faqat mayla deb tursangiz, bizmi sizdan qanday savol so'rab bog'lab berishni o'qmay qolamiz, ha? Bo'ldi. Jayo. Nima siz o chashla laylash o'rnida, masalan, shogird bo'lib nim qilatamsiz yo muallim bo'lib ishlayapsiz? Muallim bo'lib ishlayapman. Masalan, chashning bo'yab qolsanglar, masalan, bahosini tushirib biring deydi-ku qizlar. Tushirib biramsiz yo cho'qim muqim bahosi bormi? Ahvol qayimizda endi. Chashniki qiz olos tushirib biramsiz? O'xshash. O'xshashmi? Cho'ng olsin, kichik olsin, o'xshash qilaveramiz. Rangli chashlarni necha puldan bo'yayapsizlar? Men bo'ymoqchidim necha kunlik. Sizlar bo'lsanglar haqsiz bo'yab qo'yman. Yana bo'yamsizlarlar? Javobni oldingizmi? Ha? Sizlar bo'lsanglar haqsiz qo'yib qo'yman deganda. Bu gapimiz. Uch olti qizning hammasigami? Ha. Sizmi? Yaxshi savol. Hammami bormi? Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Yurtingiz nereden? Xotandan.
İstilmi şu ürümçü durmakçı mı ya yurtunuz qaytmakçı? Ürümçi durmakçı. Öydekiler bu şeyler. Olar. Siz neçe balayının? 4. 4. Siz neçincisi? 3-cüsü. Apаңыз adınız şu ürümçide makallaştınlarmı hazır? Ha, ürümçide. Abduhab yaxshimisiz? Yaxshi siz Men yaxshi. Nadiya esingizni bekrak tutuvlang. Kelar qaytim cho'qim sen satrashxonaga borman. Bo'ldi. Sizdan bir savol so'rab boqay. Sizning shu to'y qilishga qarta tayyorligingiz bitib chiqdingizmi bu sahnaga? To'y qilish hamda shu 2 yildan keyin ham to'y qilmoqchi hozir. Hozirlam to'y qilmay deb emas. Shu yagamni o'zimga tushgidek bir loyiq izlab chiqdim. Jo'ri tanlashmoqsiz Jo'ri buda. tanlash. Agar sizga loyiqi chiqib qolsa, yana cho'qim 2 yilni saqlab, andan keyin to'y qilamisiz? Yo'q. Ahvol qarab turib qilamiz. 2 yil muqim 2 yildan keyin qilmay deydigan gap yo'q. 1 yildan keyin muamele qilsaqmi bo'ldi. Qiz tarafning sharoitlari, tayyorligi bitgan ahvol ostida sizmi tez arada tayyorligingizni bitirishni xohlamisiz? Qalayman. Bo'ldi, savolim tugadi. Sizlarga masalan o'g'illar mas'uliyat tuyg'usi beradigan o'g'illarga yaxshi ko'rsizlar emasmi? Shu masalan o'g'illar sizlarga qandaroq qilsa yoki qandaroq gaplarni qilsa mas'uliyat tuyg'usi bergandek his qilasizlar. Qandayroq bo'lsa mas'uliyat tuyg'usi. Aldığı sallarını belki Abdülhab kömügen buluşu mümkün. Yanıla kızlarınki oğul tarafı boğan ihtiyaç noktasından mesela kandak oğul ol mesuliyetçen de bilisler de sorabadık. Yani halımsanlam cevap veriyorlar. Çünkü Abdülhab ilgiri çıkıp bu sualga tek cevap tapqanı yok emas mı? Bo'ldi. Endi menchi bo'lsa mas'uliyatchan o'g'illar hamda rostchil samimiy bo'lsa, yolg'on gap qilmasa, andin tirishchan bo'lsa, andin biz Qabul qilamiz. Qabul qilaman yoki. qabul qilamiz. Ondan keyin siz o'g'il bolaga qanday mas'uliyat tuyg'usini berasiz? Men shu asos o'g'illarning ishonchiga erishsam bo'ladi. Masalan qanday erishsiz? Har jihatdan. Masalan, Bana qiynson. Masalan, onun degan yerdan chiqib, shu o'g'il do'stimning degan yerdan chiqib, qilsam bo'lardi deb o'ylayman. Kız ayollarning pasli bo'ladi inim. Masalan, qiz pasli deymiz. To'y qilmagan vaqtlarda o qaysi nuqtalarda o'zining mas'uliyatchanligini ifodalashi kerak sizcha bo'lganda? Ayol paslida, ayollik yo'lida o o'zining qaysi jihatdagi mas'uliyatchanligini to'liq ifodalay olishi kerak. O'zingiz bir javob berib beqing. Ha. Men shu vaqti kelgan chog'da mas'uliyatchan bo'lib ketamdi deyman. endi bir odamni yaxshi Natayin, yana odamga boqadi. ishda bo'ldi. Ay, xulos chiqaryapmiz ku. Qani o'zingizning tuyg'usini deb bering bizga. Shu masalan muhabbatlasak, o qizlar bizga gap qilib tursa, ana bizni ham gap qildi deb hamda ba'zi qizlar bak romantik bo'lib ketibdi. Cho'qqima shu yoki qo'rsqam ochdi. Desandan keyin biz cho'qqim bilan yoki aprishimiz kerak, yoki to'rdan miyugim kelib qoldi yoki tomoq yegim kelib qoldi desa, cho'qim tomoq pishimiz kerak. Shu ashta bo'lsa, undan keyin ba'zi qizlar ham hamma qizlar degan emas. Undan keyin mas'uliyat tuyg'usi dek his qildi ekan. Biz gap tursak, endi gap qilamiz endi muhabbatimizni. Endi romantikada qilib eshib ketibdi. Qizlarningmi yo o'g'illarningmi? Ondan keyin shu ozroq bir ishlar bo'lib qolib qo'ygacha. Bunaqa achchiqlashib qolgan, suqishib qolsa, undaq qilib bermading, bundaq qilib bermading, menga astoydil muomala qilmading degandek. Siz paran qilyapsiz, men sizning chash pasoningizni qarab qoldim Abdulhab. Endi bu tabiiy rang emas, bo'ygan, shundaqmi? Kasbning ehtiyoji nuqtasidan bo'yganmi va o'zingiz yaxshi ko'rib bo'yganmi? Ikkinchi savol, mushu chechingizni yaxshi ko'rgan qizlar qanchalik? Yaxshi ko'rmay, "Aytasiz, chechingizni yoqtirolmadim" deganlar qanchalik? Chashna shu hamda o'zimning chashlaydi kuch bo'lganligimdan ham bo'ygan. Asli bu yoshni yaxshi ko'ramsiz, ko'rmamsiz? Yaxshi ko'raman. Ko'rsiz. Mushu rangni yaxshi ko'ramsiz? Ha, Buni qanday rang deb ataymiz? yamaxuy. Yamaluma, Yamaxuy. yamaxuyma. Yarışdı. Lekin hamda yeshingiz cho'ngroq bo'lgandan yaxshi bo'lmay qoldi. Sizcha Ali bo'yis yarishamdi? Ko'z oldingizga keltirib beqing. Meningcha hozirgi yeshida buyumga yaxshi yarashmaydi deb o'ylayman. Mo'ysiz qolibsiz Ali. Chayingiz oq keksida degan.
Seyrek çaş, çırayın ak gözüdü. Ha. Ben güzel karkın otam dem. Yo'q, undami qaramaskan. Endi bakroq oq ko'rindi emasmi? Masalan, men chechimni bo'ymagan vaqtimda qora chechimni bak yarishdi deb o'ylaydim o'zimga. Andan keyin chechimni bo'yab bo'lgandan keyin burunqi qora chechimdagi rasmlarni ko'rgandan keyin bu qora chechim qattiq yarishmagandek his qildim. Ha. Hozir chechim yarishgandek his qildim. Tavakkul qilib bo'lgandan keyin unumini ko'rib, asli men maskadan mushrankan deb tanlayapsiz-da. Ha. Bo'ldi. Qizlarning bu musholatda bo'yab, har xil yasab yurishini yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rma. Ya chachni bo'ysin, bo'ymasin, bunga fikrim yo'q. Qayda? O'zingiz bo'yab qo'ysizdan vaqti kelganda. Shunda. Sizlar tirishchan o'g'illarga amroqmi yoki kelishgan o'g'illarmi? O'zi kelibdi-da. Tirishchan o'g'illarga amroqmi, kelishgangimi deydi. Bu savol tirishgan bo'lsa, mening ko'zimga kelishgan ko'rinaverdi. Ha, mo'jab yaxshi bo'ldi. O'zi tirishchan bo'lsa, kelishgan ko'rinaverdi. Juma Oy Kavsarning ko'ziga Nadiya. Albatta biz shu tirishchanni tanlaymiz. Endi tirishchan bola iqtidorini hozirlay oluvchi. Unda bola o'zini yasashni bilgandan keyin odamning saati yo'q bo'libmi, har kishining saati yo'q degandan keyin unda bola tabiiy o'zini boshqa tarafdanmi bundaq nim qila oladi. Yushira oladi. Men sat tarafini yushirib qala oladi deb o'ylayman. Masalan, tirishchan o'g'illar satraq bo'lib qolsa. Endi uning shu amaliy ahvoli qaraymizda o'chadi. Agar bizning ko'nglimizdagidan eshikka kirsak, Satlik darajasi qaraymiz deysiz. shu satlik darajasi qaraymizda endi. Agar bakrak sat bo'lsa, endi voz kechishimiz mumkin. Kelishganroq o'g'illarni tanlamsizdan degan demakchi. Endi kelishgan bo'lgandimi, endi kelishganda odamning chiroyiga choy quyib ishkil olmaydi. Ya uni bilan endi bir jiq maqal tamsilimiz bor buningda. Shu dubaga tegamsa puli bag'imi. Ha? Shu dubaga tegamsa puli bag'imi degan maqol O'g'illarning bor. satligini ne qartildi? Qizlar qana qaraysizlar? Qanday o'g'il olsa to'g'ri sizlarcha? Shunday paqanlar. O'zimizning ko'nglidagiga toza tushmaydigan bola qolsa, baqan chiroyli bo'lsin, ba'zi bizga sat ko'rinadigan ahvollar bo'ladi. Sat chiroylik endi bir subyektiv masala. To'g'ri. Farhatga Shirinning ko'zida qarasa, u bak kelishgan. Shunda. Endi yaxshi ko'rib qolgan vaqtda iliq sat chiroymi, chiroylik ko'rindi. Endi yaxshi ko'rmay ko'ngli tushmasa, chiroylikmi sat ko'rinadigan gap. Mening nazarimdan boshqalar qanday o'ylaydi bilmayman. Endi shu Sizning ko'zingizda hozir bola qanday ko'rinadi? Chiroylikmi, satmi? bu bola o'zi chiroyli tava desak, lekin mening nazarimda men agar loyiq tanlash to'g'ri kelsa, tanlamayman. Ya u mayli endi. Demak chiroylik. Chiroyli. deb ism qo'ydingiz. To'g'ri. Endi yana o'sha yerda bir savol so'rag'im kelyapti. Menimcha shu chiroylik satdiga pokizlik qartilamdi deydi. Odam bir xil o'g'an bolaning pokizlari chiroyli bo'laverdi. Chunki o'lcham yo'q-da. To'g'rimi? To'g'ri. Unda olgandan keyin menimcha shuni to'xtalaylik biz. O'g'al bolaning pokizi chiroyli bo'lsin bundan. Shundaymi? Nadiya. Abay siz merhabadan bir savol so'ragandingiz-ku. Ashni boshqacha nuqtada men bir so'rab boqay sizdan. Agar siz masalan bir qizni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, siz shu qizni yaxshi ko'radigan tarafingizni qaysi usullar bilan ifodalashingiz mumkin? Endi masalan oddiy qilib aytgan chog'da siz uni davomli ko'rgingiz kelib turdi izlaysiz. Endi boshqa vaqtlarda masalan qanday shaklda siz uni yaxshi ko'radiganligingizni isbotlab bera olasiz? Masalan, o her günde kunda turam, ishdan tushiblam yoki har kun kechlikda yasadikda telefon qilib turaman. Nima ish qilyapsa yoki tamoq yedingmi deb. Undan keyin u ishlayotgan bo'lsa, ishdan tushishga berib, oldiga berib turib turamda, saqlab turib, hayron qoldirishda hamda xushalik degandek, biyaga berib o'ynab ketadi degandek bag'ichalaridan tamoqlarimi endi. Bika bo'lib qolgan tunji vaqtingizda kim bilan birga bo'lishni o'ylaysiz? Birga buluşdumi yoki? Bo'sh vaqtingiz chiqqanda siz birinchi bo'lib mush odam bilan ko'rishsam bo'ldi deb xiyol qilgan odam kim o demoqchi? Ota-onangizmi, akangizmi, adangizmi? Kim o? Opam. Opsi. Ha, opangizmi? Ha. Shunaqa yaxshi. Undan keyin yaxshi ko'rgan qiz bola degandek. Ha, tushundim, rahmat. Masalan, shirayotgan qizingiz ishlayotgan mashinani yig'ib beray desa ma'qul debsiz. Yo'q. Qat'iy masalan pul bermabsiz? Pul bermam. Xon balani aytam, otam sotmamsiz. Unda qilaman. Saqlab beray degan bilan iliqi. Yo'q, iliqi bek xajib ketmasin, u bu masalan og'illari bilan uya-buyaga berib, so'rovlarga berib pulni chechib yetmasin deb, hamda kelgusini o'ylaydi-ku qiz bola degan shu.
Şuna demişti. Andan keyin uning bilan İvanmaydı cümle lekin iqtisodiy erkinlik bo'shlig'im bo'lsa deysiz-kan, fikrim. Biroqla tutqizib etmasam, o'zimning xohishi bo'yicha o'zimni saqlay olayman deb o'ylayotgansizda. Ehtiyoji bo'lsa bersam, bo'lmasa o'zimda tursa deb o'ylamsiz? işte. Rahmet. Abdulahab bir so'z so'ray sizdan. Bo'ldi. Masalan sizni yurgan muhabbatingiz o qo'zg'aloqlik burunlarini teshib, ondan keyin mehrlarida teshib, alqlanisib, kelinliklarni teshib. Biling. Biling deyman. Ashta quvas qanday qilsiz? Ay Kevser o'ylagan savol so'raysiz-a? Uni bak yoqtirib ketmayman men. Shu. Hamdalga tessa bo'ldimi? Shu. Quloqin degandek, masalan, tishlarga nima qilib olgan-ku? Qanday qilsa ben bullarni teshib Hindistonda Tilini teshib olsiz-chu. Odima tilini, kindiklarni teshib oldi. Boshqa bir Afrikadagi qabilalarni uchirtimiz. Bizda mantiqi bu Şinjanchilikda har millat qarindoshlarchilik bir rasm uchratmadim. Men yo'liqib turmabman-da. Ba, undalam Qanaqa ba. gap qilib faqat gap qilamda u chog'da. Ya, u asosan gap qilmaydi. Gap qilmaslik uchun tilini teshib olganda. Avay ma'lumdan faqat qolganda u. Rostli qildi, ketdi. Ancaq hamda G'shing O'zgacha xarakterini xarakter qabul bor. qila olamsan demakchi. Yo'q, qabul qilolmayman. Qat'iy qabul qilamamsiz. Yo'q. Boshqa yana tashmay burnimni teshaydi-chi. Burun qilmaylimi ya? Uni bak men yoqtirib ketmayman shu uni. Qat'iy unmaysiz-a? Unmaslik masalasi emas, yoqtirmayman, lekin hamda bak bo'lmay qolsa, uniga men O'zining ixtiyorida. yaxshi ko'rgan qizlar bo'lsa bak endi. Uniga ham yoqtirish, uni men qo'llaymiz-da. Uni qilmaysa deb bak boshqa olsak yaxshi bo'lmaydi. Ma'qul, tushundim. Ay Kevserning taqturqi bilan so'rgan savollari ikki odamdagi Vinshin qilib olsiz-chu. chekivas badallarga. Chekivasi. Qiz bolaning ichida atirgullarni, Ronaldoni chekib oldiganlar bor. Ularni qanday qaraysiz? Uni yoqtirmayman, da chektirish uchun-chu. Demak badanga unda ortiq bir ish qilganni yoqtirmaysiz, shundaymi? Rahmat, men Fatugildan bir savol so'ray. Fatugilada ma'lum bir yashangan er ayolninki beqilgan farzandi, ayni vaqt farzand yuz ko'rmay, o'zlari beqilgan farzandi hozir 40 yoshlarga kirib qopti. Afsus, ota ona bilan farzand o'rtasidagi ziddiyat kunsir ulg'uyib, navbatda yashinib qolgan ota ona mushu farzand bilan munosabatni uzgusi bor holatga kelib qopti. Ular qonun orqali o'zining huquq manfaatini qo'g'day olamdi va yoki ayni vaqtda o'zi xohlab beqib olgani uchun davomli ota-ona bo'lish majburiyatini ado qilamdi. Devletimiz Ahlak Kanun Dasturining 1115 moddasida beqib olg'uchi ota-ona bilan quramiga yetgan farzandlar o'rtasidagi munosabat yiriklashib, davomli birga turmush kechirish imkoniyati bo'lmasa, taraflar o'zaro kelishib, beqib olish munosabatini bekor qilsa bo'ladi. Agarda kelisholmasa, bir taraf xalq sud mahkamasiga da'vo qilsa bo'ladi deb belgilangan. Buningdan shuni ko'rishga bo'ladiki, shu ahvol inkos qilganlar shu farzand bilan o'zaro kelishib, beqib olish munosabatini bekor qilsa bo'ladi. Endi o'zaro kelishib, beqib olish munosabatini bekor qilish mumkinchiligi bo'lmasa, shu beqib olgan ota-ona sud mahkamasiga da'vo qilish orqali o'zining huquqini qo'g'disi bo'ladi. Rahmat Fatugilada. Hozirgacha muhabbatlish tarixingiz bo'lib vaqtimi? Enim tajribangiz bormi? Muhabbatlish baqqan? Ha. 4-5 yil. 4-5 bilan. Qizlarningmi 4-5 bilan muhabbatlashganlik ishini qabul qila olamsiz? Qabul qilaman. Bo'ldi. Savol so'raylik. Bir savol so'rab boqaymi? Bo'ldi. Siz shu hayotingizda sizga eng ta'sir qilgan bir ish bormi? Ta'sir qilgan. Uydagilarimda boshqa ta'sir qilib qo'ygan qizlarni. Muhabbatlashib degandek pek ta'sirlanib kelgandek ish bo'lmadi. Baxmadimi? Yo'q. Sizni shu bir necha qayta muhabbatlashib ekansiz-ku. Shuningdek keyin o'zingiz qarta bir tajriba savoq bo'ldimi? Kelar qayta muhabbatlashganda yoki to'y qilishga bitishganda men mau nuqtalardan qizlarga qarta diqqat qilsam bo'ladi ekan. Mana qishlarni qilsam qizlarning ko'nglini og'irtib qo'yganman. Bundan keyin mush taraflarimni o'zgartay deydigan bir o'zingizda o'zgartish tegishlik yoki men qilmasam bo'ldi ekan deydigan bir nuqtalarni nim qilib baqdingiz. Tajribangizda mushtaq bo'lib baqdimi? Bo'lib baqdi. Masalan, men muhabbatlasam-chu qizlar bilan navbatga burun boshqa bo'latdim. Nimda shu mening deganim degan deb ham turardim emasmi?
Şuna hazırda anda bek burunqidek emas. Unda qizlarni. Uning deganda ma'qul deb işte bilmem. Lekin gap so'zdimi, şu men o'zim uqab olgan debchi-da, işte qizlarni mening deganimni ma'qul desa bo'ldi deb o'ylab ashta qilatdim. Daim özünüzün gipim kirishga deydigan xarakteriniz bize kuchli ekan to'xta, shunaqmi? Ha, burun ashtaqda, hozir undaq emas. Siz eng oxirgi qayta muhabbatingizdan qachon ayrilib ketdingiz? 1,5 yil oldu. 1,5 yildan yoqi boshqa qizlar ko'nglingiz tushib baqdimi, tushmadimi? Tushib baqmadi. Tushib baqmadi. Ha. Agarda hozir masalan bir qizni ko'nglingiz tushib qolsa, buningdan keyin o'qiz yo'l bilan o'tish jarayonida uningga yana shu xil mijozingizni ishlatamsiz yoki ishlatmaydigan qaror qilib bo'ldingizmi? İşletmeydiğin karar qildim. Andaqicho endi burun bek ishlatdim, hozir ig'ir besib bo'lib qoldim. Endi cho'ng'an sira ashta bo'lib qolamda. Lekin Necha yosh kirdingiz? 24 yosh. Kuni qamagansiz, qizlar bek boshqarib yurishqa. Undaq emas. Qizlar meni boshqarib. Muhabbatlashgan vaqtingizda qanday o'tadi? Hozir mana yolg'iz vaqtingizda qanday o'tyapti? O'tirda farq bo'ldimi? Muhabbatlashgan vaqtimda sho'xroq uyatdim. Muhabbatlashmagandan keyin jim bo'lib qoldim. Zerikishlik his qilib yetibsiz-da? Ha. O'g'illar muhabbatlashganda sho'xroq arilib kelsa, azob bilan shu yavaşroq bo'lib qoldi ekanda, undan shunaqmi? Yoki bu hammadan qaratgan emas sizga. Ha, men ashtaroq bo'lib qoldim endi. Bekma endi jimg'ir emas. Hozirroq. Burunqa vaqtanda deyman. Kelar qayta muhabbatlashsangiz yana asliga shu holatingizni qayta olamsiz? Qaytimi? Alimalim, masalan, nihoyat bir-birini yaxshi ko'rgan bir juftlar bor deylik. Ma'lum bir ziddiyat bilan ayrilib ketdi. 3 oydan keyin qiz bilan yigit o'rtasidagi farq siz chiqqandaq bo'ladi. Ya'ni azoblanish darajasi qaysida kuchliroq bo'ladi? Qizlar ba'zida ayrilishdan nihoyat qo'rqaydi. Amal yo'q ayrilib ketgan vaqtda nihoyat azoblandi. Bu xil ayrilishning ta'mi tunji qatimda, masalan qiz bola tunji qatim ayrilib ketganda bir xil ulaq qoldigandek yoki bo'lmasa bir xil mingsdan ilishib qoldigandek shundoq bir azobni ketdi. Bu xil azobni tugutish uchun ba'zi qizlar bardashib berolmay uningga zisan deymiz, o'zini yaralantirish xavfim bo'ladi. Ammo bu vaqtning o'tishiga ergishib qiz bolaning ko'nglidan tizla ko'tarilib ketadi. Ko'tarildi bu. Bo'lapmi bu qiz yana bir o'g'il bolani yaxshi ko'rgan eman, uning tunji yaxshi ko'rgan adimi tizla uning kallasidan ko'tarilib ketdi. O'g'illar o'xshamaydi. O'g'illar dastlab nihoyatda ozoda, erkin, olati bo'lgandek turgan bilan vaqtning o'tishiga ergishib o'sha mabdini asta-asta sig'inib, uning azobi kuchayishga boshlaydi. Mana bu nima esa qiz o'g'illar orliq ekandan keyin bo'lgan bir xil ta'tir hodisa hisoblangan. Shunga qiz bolalar birisini unutish uchun darhol yon birisi bilan jurib olish kerak. O'g'illarchi? O'g'illar tas. O'g'illarning ahvoli sal tas. Uni o'g'itib qo'ymayman men hozir. Nihoyat samimiy javob berdi Ali. Demisimi, bu nuqtada hayotning yerim yukini ko'taradigan ayollar bardam bo'lishini talaydi ekanmizda qaraganda, ha? Bo'ldi? Shunga qiz bolaning chiqlari o'zi shu vaqt yaxshi ko'rgan odam yaxshi ko'rdi. Masalan, birinchi burunqilarni undaq qilib asla ketmaydi. Keyingilarni ashundan qalbini oladi, burunqilarni aslimisida bo'ladi, ammo unda seg'inish bo'lmaydi. O'g'illarning o'xshamaydi. Mana bu nima esa nurg'a vaqtlarda qiz o'g'illarning bu narsaga taqobil turolmasligining sababi shu. Chunki o'g'illar shu odam emas, asli tuyg'uni seg'indichi odam. Shu tuyg'uni topolmagan sari uning burunqi muhabbati uning ko'ziga aytdi, chiroyli ko'rinib olib, go'zal ko'rinib olib, amaliyot odam seg'inmaydi. Balki ash odam bilan bo'lgan tug'an vaqtidagi o'zini seg'indi. Ash o'zini, o'zlik tuyg'uni seg'indi. Ash o'zini topolmaylar, lekin men ashini seg'indim, men ashini unutolmadim deb o'zini azoblagan. Jimjit bo'lgan tuyg'ularingizda kona muhabbatlaringizni seg'inib qolgan vaqtlaringiz bormi? Hozir Alining tahlili bo'yicha aytganda. Bor. Bor. Alimaning deganimda to'g'ri ashta bo'ldi o'g'illarning uchun jiqra. Bu jihatdan maqtanishga tegishli ekanmiz, qizlar biz. Qanday deganda, udulla eshsaq, akan kimnasi yangang shu degan gap bo'yicha aytganda, biz turmushga cho'kkan paytlarimizda kimning biz yaxshi ko'rishga tegishli odam
kimning hayotımizdan chiqarib etishga tegishli odam ekanligini bayqab olalligimiz ham shu bo'yicha yo'l tutqunimizning o'zi bizni nurg'un xatoliklardan jiroqlashtirdi. Bundaqcha aytganda xiyonatdan jiroqlashtirdi, samimiyatsizlikdan jiroqlashtirdi, pokizlikqa yaqinlashtirdi. Maqtanib oldik-a? Yaxshi ekanmiz-a? Rahmat. Siz muhabbetlashib baqdim dedingiz. Ash qiz do'stingiz biror narsa so'ng qilib baqdingizmi? So'g'at demsiz? Beqilatdim. Beqilatdim demsiz? Gul so'g'at qilatdim, telefon olib bergandim. Yuzuk deganda hamda kiyim. Haqaydachi. Masalan, shu muhabbetingiz bir qiyinchilik uchrab qolgan vaqtda sizdan pul talab qilgan vaqtda siz uningga ishkilanmay pul etib berdingiz. Ha. Necha qatim shuna qildingiz? Keyin bir ish tufaylidan ayrilib ketdi deylik. Shu vaqtda siz u qizlarga olib bergan gullaringizni, mayli pullaringizni qaytarib berdimsiz, demamsiz? Unda demayman. O men bilan muhabbatlashgan vaqtida ham uning vaqti o'tdi emasmi? Shunga uni qaytarib berishganda vicdonim ketmaydi. Abduvahab bek real bir yigitgan, ha? Yaxshi ko'rmaydiganlarni dadillik bilan yaxshi ko'rmayman. Chekmi chekkan qizlarni, kayf safoq berilgan qizlarni yaxshi ko'rmayman deb aniq deyiladi. Yo'lida so'ralgan ba'zi savollarga bo'ladi, qabul qilaman. Muhabbatlash tarixi nechaga yetsimi, u degan o'tmishi degangimi dadillik bilan yuzlanardi. Xo'sh, endi qizlarga tanlash erkinligini beray inim. Ikkimiz birga sanaylik. Men qarang. Ha, 3 3 2 1 qarang. Elçi programımızın tacidarlığını özgüç temti tutkuları bilen xeridalarının aldın tanışı bulup gelivatkan Şinjan Özçin Yemek İçmek Çeklik şirketi öz üstüge algan. Saptava Hasel Oylamgan bir natija chiqqandakmi yoki tayyorlig'ingiz bormidi? O'ylamagandek chiqib qoldi-da. Lekin yaxshi ko'rish, intilish, qabul qilish boshqa gapkan edim. Sizmi yaxshi yigit? Qizlarmi bak yaxshi qizlar? Balkim maskildigan tarpinglarni ular his qilamidi va yoki siz his qildiramidingiz deb turayli. Afsus sahnimizdan sizni quruq qo'l uzatish oldida ikki kalima yurak so'zingizni bir aytib o'ting. Masalandagi 6 qiz balaga andan keyin sizga patgul nimizga ana meniki satrashgancha Shinxonello olobani birinchi qavatida. Ha ha. Basanglar chechinglarni bo'yaydigan yoki kesadigan laydigan ishni haqsiz qildirib qilsanglar haqsiz. Voy rahmat ukam, mendaq yurak so'zni anglaydi ekan. Nayt amaliy dedim-ku boya bak real yigitgan bu deb. Realdirlar mana 6 qiz siz Mayrada, Fatgulada Muşa turgan 8'inglarning chashib bo'yamsizlar, kesamsizlar, haqsizlar dedi-ku. Qizlar bu yerga chavoq keladi. Bo'ytiman deymi, nimda qilasiz deymi? Yama qo'yma. Ha, nima qo'yib olsa, mening chechim bir boshqa bir rangda bo'yab qo'yganlar sizlar. Boshqalar tuniyamiz-chu. Tuniyamiz tek yaxshi emasmi deyman. Ajma, men boraman, chaqchaq emas, bo'yab qo'yam meni. Ma'qul bo'ldi. Mundaq qo'ying Alininkini. Ko'z oldimga keltirsam, ashi bir xil o'zining gapi bo'yicha aytganda g'ishing turdi. Mush ikki chekisi bilan kaynini qo'shib aplib eting. Mush o'ttirdi qag'inni budur qilib egiziltib qo'ying. Anaki qizil bo'yuting. Anda qilsam, opam men bilan bolalikdan kechirib edi-do. Qizil bo'ysa yaxshi ekan. Bo'ldi, mush sening yama xashi. Yama qo'y. Ha, yama qo'y. Cheklikda bo'yig'ina bo'ldi. Apash qabul qilalamda? Ha? Apash uni qabul qilalamda? Opamni yana chigan shepka kiyib olaman. Jamal qilaman, juma. Menigida ochiq qilmay qabul Nima qilgandek qilsang chiqib sen bilding, meni ko'rding-ku mana. Yo'lbosdek bir bo'yab qo'yaman. Chiroyli qapimizdan ko'ngli kelib qolmasin. Boyadan qizil bo'yab ikki chekisini qirib dedim deganim chaqchaqa. Qani, enim rahmat sizga. Endi siz bilan xo'shlashadigan paytlar keldi. Rahmat. Rahmat. Xo'sh. Xo'sh. Men elchi programmamizga kelish maqsadim o'zimga bir loyiq tepish uchun kelgandim. Afsuslanarli hamma qizlar chog'ni yutib qoldi. Bunga bek ko'nglim og'ib ketmadi. Keyin qatim kelish yani o'ylayman. Lekin muallimlarningki menga bergan bilimlaridan ko'nglim shunday xush bo'lib qoldi. Rahmat sizlarga. Qizlar ishtinglarda o'ylayapsizlarda, chechimni qandaqroq kesib baqsam bo'lar, qandaq bo'yab baqsam bo'ladi deb. Chunki mana e'tibor haqsiz biletdan birsi ham ularning qo'linglarga tegdi. Sahnaning o'zida va'da berdi. Hayotda va'dalarni ko'p beramiz, gohilarni amalga oshira olamiz, gohilarni turli sabab bilan amalga oshira olmay qolamiz. Lekin biz ishimiz Abduvahab
qizlar uchun samimiy, haqsiz bir qitimdan mulozimatni amalga oshira oladi. Biz hech bo'lmaganda bizga do'st sifatida ko'ringan, biz bilan do'st bo'lishni yoki bo'lmasa hadini bo'lishni xohlagan Abduhabning kasbini qo'llashni albatta xohlaymiz. Qani qizlar, ham ikkinchi mehmonni kutib olishdan burun hozirgi chochlarimizni o'ylagan paytlarda bir naqshi bilan huzur topaylik. Qani
Qizlar, qaysi mehmon huzurimizga keldikin? İsmi kimkin? Kasbi nimikin? Qarayli. Ma çoğun ustamның gürüç yapı bilen nengosini yaxşı çıktı deydi rasma. Apırıp yapıqanlar tatamay qalsın mana men. Bu ikinci avlat deydi ya. Emsi 5-ci avlat. Keldikin. İsmi kimkin? Kasbi nimikin? Qarayli. Yaxşımsızlar köpçilik. Men Aqsu diyarı Avat Nays'tin Bəxtiyar Toxtanyaz bulman. Men bu yıl 23 yaş kirdim. Mening qiziqishim bo'lsa, gitar chalish, aktyorlik qilish, sayohat qilish. Mening elchi programmasiga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimga bo'lgan ishonchimni texmo oshirish, hamda sahnadagi Gulchiroy xonim qizlar bilan fikr almashtirish, hamda ustozlarning men bo'lgan fikrini anglash. Qani, Baxtiyor, marhamat. Teşekkür yaxshimisiz-da? Elchi programmasi shudu? Ha, shu. Aram tapdım. Oy bayataqi bison tuyuq kirib qaptim emas janimada. Ha. O g'azab jiddiy kelgandim va shunda kasini qatirmish, do kirdim ata. Do qisam so'ngni elim olim yo'q. Ha. Bu qanday gap ketib yana bir qizaltib, "Meklan." O yayni bo'ldi deydi. "Meklan." Mama nersin? Ağinem aygılan tweet'i deydi. Allah. Da çandoma çıkettim emas. Elçide tepişkan cüplerin toyu emesken o. Elçi tepişkan cüplerin toyu da qaran Ali malım jigit beşi buludu. Fatihül demişkimiz kız beşi bulup acayip kızdımız. Demek biz yok o toy bu elçi bilen münasebetsizge. Buldu hoş başlap kelsek. Yaxşımsız Yaxşımsız Mayra-da. Yaxşımsızlar ustazlar, yaxşımsızlar Gulchiroy xonim qizlar. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Kamil Baxtiyor Toxtanyazdan hammanglarga o'tliq salom. El suygan inim Baxtiyor, suallarınızı davamlaştırın. Sualni qizlarga o'tinib bersam. Ma'qul. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz qandaq tiplik qizlarni yaxshi ko'rsiz? Men shu meni birisiga tushunsa, yana birisiga hurmatimni qilsa, men qizlarimning sirqi qiyofatiga yoki kiyinishiga baho bermayman, faqat axloqiy fazilatiga baho beraman. Kunlarning birida shu qizlar siz shu sizlarning uyga hamda kelin bo'lib kirdi deylik. Shu kelin bo'lib kirgan vaqtida shu kelin sizning apangiz bilan kichikgina bir ish bilan so'qishib qoldi deylik. Shu vaqtda siz qanday bir taraf qilsiz shu ishni? İkisi ayrım qaranglish orqali xatolik apam bo'lsa, apamni to'g'ri tushuntirib, mushtaq endi bu bir oila bosh qo'ymoq masala emas. Bir qo'ldan chavoq chiqmaydi o'sha apa mushtaq gap. To'g'ri tushungan bo'lsam, ikkisini yaxshi usul orqali hal qilaman. Sen konkret gap baqaylisan ya. Endi ma o Baxtiyor inim 5 yil rol elib sahnega chiqdi. Demak bu jihat alaydiligim bor deb o'zikishin ekan. Men opangiz bo'lay fikam. Saniye kelgusidik ayolunuz bu baksın mazidiyetini bir anlap yıkın qanday hal qilsiz ki? Buludu. Qara balam, keşkice muş çiçini o'ttirdan ayırıp qo'yivatgan. Hay töşük beşiğe ötken ayol, elbette çaşlarını yig'ishtirib o'tmamda. Sen tamaq yevatamsa, qil yevatamsa. Apa bir haqiqatda mening gapimni anlapaqsiz bo'lmamdi. Onun o'zalda talıştısa. Beqib cho'ng qilib bugun kunda anglığının muşu gap bo'ldin balam. Apa boluqlar. Qulun YouTube nam bergan balam sana. Apa boluqlar meni cho'ng'olni bir haqiqatda mening faqat chochlarini yig'ishtirib töşük beşiğe o'tsin dedim. Mening xatam balam. Ben seni oyladım balam. Boluqlar apa o'zim ayg'ilga o'zim tarbiya qilay boluqlar apa. Qanday tarbiya qilsa? Men tarbiya qilib 3 yil bo'ldi balam. Apa boluqlar. Men quloqdan kirib, quloqdan chiqyapti o gap. Qasdan meni ko'z jinga o'xshashmish o'ttirdan ayirgan ko'zlarini ko'ramayman qayda. Ashta qilma. O'zing deb baqa, uyni qandoq yuribdi, seni ko'z yig'ishtirib olam deya chichini. Men kirsam bunday emas. Meni qo'rqitman debdi-da. Yuriga ojiz bu qaynonamning bururoq kesdi debdi-da meni. Ay, apa boluqlar kichik ishlarkan o'zimni kashkirli o'ngishitma. Kichik ishlar balam, mening ketishim kichik ishim balam. Apa boluqlar salomatligim yaxshi emas, men yurak keslim. Biri degansa, yurak kesilib bog'ladi. Bilmamdi men apam bo'lgan kim. Bo'qli demigina qoldi, qolgan ham ishni qilyapti, chichini qo'yib o'tib. Ay, apa boluqlar salomatligim yaxshi emas. Oy. O'g'lan qayli qilmoqni tasga, o'g'lim cho'ng bo'lsa. Ay, ish baki. Qaranglar, beshida o'ngib ketgan nima bo'pti? Qizlarning nuqtasida. Qani, siz keling. Voy, men sizni kelinim, xeli ayblab qo'ydim. Angladingiz xulqingizda. Deb beqma o'zingizni bir tushuntirib beqma. Jinim,
Apamız müştaq meni keşkiçi ayıplab, çiçimni qo'yvatdi, ondan keyin meni müştaq uyda yalang'boshlab surdi deydi. Men aslida shundoq yaxshi ko'rdigan tursam. Hey, man qara canım sen bir qadim apam yoshga cho'ng bo'lgandan keyin oldi ha ma'qul bo'ldi apa deb o'zingni tuzashtirib yursam bo'lmamdi deyman. Nima qilsa kesh gibi cho'nglar bilan suqishib. Men xizmat ishini qilmanmi, uyga kirib aqasinglarni bir dadin tinchaymanmi? Meni buni to'g'ri tushunib qo'ysang bo'lmamdi. Ha? Jinim, men apa bilan so'qashmadim, ya opamni xap qilmadim. Faqat o'zimni shu yaxshi ko'rdigan turqim bilan yurayotgan tursam. Ha, bekdeydi turqunuzning. Sulu ko'mikka chiqqan. Oy yurgim. Halqi, qalsınyak albastidek. Oy yurgim rost og'ridi. Gerçi men kelin ko'rish yeshil emas. Ayoli bor. Nurg'un yillardan keyin bo'lib qola. Lekin masala hal qilish yo'lida analik nuqtasidan aytsam, mening yurgimni og'ritib Endi ilgarilik qiling va yoki rol ap qo'ying demayman. Yo'q, lekin onaning oldida qoida bola ancha-muncha rolag'ini to'g'ri kelay jinim apa. Xapamag'ina apa, o'zam ko'nglingni avolima degan bo'lsangiz qancha xush bo'lib ketardim. Voy apa degan to'g'ri. Voy yurgim. Qach o'zimning ishidan chiqqan she'rin dushman qach sanjigandek bo'ldim. Endi men Nadiyaning yo'lida turib o'ylasam, "Ey nim degan yomon jinlaslar." Voy jinim deb tursanglar bichar qiynapligim bo'ldi nima? Men nuqtani o'yladim. Tarazini tangli qo'ysak sizlarga tasgafkam. Demak, hayotning o'zi-chi qarang, turmushning o'zi biz o'rganadigan darslik. Gap qilishni o'rganishmi kerak odamchi? Bo'pmi qaysi vaqtda kimga nima deyishni bilish kerak. Endi opamni qoyilqimda voy opa deb bir xapolashga tushsangiz, men ayollarning dunyosida qarang. Biz batlarcha kitob o'xshaymiz. Erlar o'zinglarni nepizroq his qilsanglar, biz necha ton kitob bizni tushunishga ayol ketadi o'fkam. Shunga bo'lsa gap qilishda ko'nglimizni utishni tanlanki, hargizmi qoyil qilaman deb vaqirashni tanlabsan men. Turmush yo'lidimi qizlar şiğimağımız deb qo'yamiz odatda. Yumshoqini yeymiz, qattiqini yemaymiz. Yumshoq tomoqni galdan siliq o'tganidek, yumshoq gapga eriblik ketimiz shamdak, o'shkimi yedak deb qo'yamiz-ku. To'g'ri. Yaxshimsiz? Yaxshimsiz? Sizning kasbingiz nima? Men hozircha muqim kasbim yo'q. Hozir men o'qish bitirib kelib, o'zimning o'z yurtida yordam soqchi ishlar qilaman. Yordam soqchi. Men Şinjan Soqchi institutining qonun fakultetini bitirgan. Qonun o'qitgan patiglarda rolni bek yaxshi oldi ekancha, chiqib shunda erkin chiqdi, burunmush taqsaknay chiqib. Yaxshi oldi, yurgimni maqsad. Asli meni kichigimni tortib, tug'ilishimni tortib, hozir qadar ham men qerib o'lgich qadar bir orzuyim bor. Bu bo'lsa aktyorlik. Qiziqishingiz. Men ayni vaqt tulg'ab turib qanchalik ta'til vaqtida shundoq tarbiyalanib, bizning yurtdagi mesela bizning ustozlarimizning kayni kirib yurib, itot o'ynashni, uzam yezib, ballarni tashkillab, maktab faoliyat qilib qolsa, uzam ishda qizitib kelayotgan. Maktabda ishda rol elib kelib tulg'ab turib vaqtlarda. Men shu kasb bilan shug'ul. Kinoni tulg'ab turib vaqtimda men 2016-yili Şinjan san'at fakultetining aktyorlik kasbiga imtihon bergan chog'da o yili imtihon olmadi. Shundan men bu kasb o'qiy olmay qoldim, lekin hozir qadar bu qiziqishim bor, o'chmaydi. Shu bakka his qildim. Chiqqanda his qilgandim. Uzoq vaqtga shu 2017-yil boshlab rol yapmoqchiman. Shu chiqish jihatindaymiz, gap qilish jihatindaymiz. Sal qiynalib qoldim. Bo'ldi. Savolim tugdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? 23 yosh kirdim dedingiz-a? To'g'ri. Lekin 23 yosh kirgandek to'maydi ekansiz. Menga ashta boshqalar ashta dapaqtimi sizga? Boshqalar deydi. Bir xilliqi pishib yetilgan ashtaq bir yeshi Beijing vaqti ko'rinib turadi. Ha, to'g'ri. Ashtaq ko'rib. Nima yurdigan qizni sizdan cho'ng bo'lib qolsa-mu, chanmaydiga o'xshaydi. Qabul qilaveramiz. Chanmaydi-ku. Necha yosh atrofida cho'ng bo'lsa deysiz? Necha yosh? Hozircha aniq kallamda bu to'g'risida. Degilmaydi, ha? Shirg'anda bir gap bo'ladi, ha? Maxfiy. Sirliq gap. Rahmat. Endi siz opamni tushunaman deb o'ylamsiz? Tushunaman. Tushunamsiz. Undaqda opangizning hissiyoti turib kelgisi jo'ringizga bo'lgan baholash ib berib qolsak, sizning opangiz qanday qizlarni yaxshi ko'rdi? Siz qandayroq qizlarni yaxshi ko'rasiz? Bu opam endi birinchidan qiynanini hurmatlaydigan. Bir narsa ishkin demaydigan. Yana birisiga o'sha eriga sodiq bo'lgan,
Ama şu men mesela ayalımı toy qilish jarayan 3-chi shaxs bo'lib qolmaydigan. Asosiga hamda bir eriga, shu qaynanasiga vafodor bo'ldigan. Kiyinishim odatdagicha, bek girimni qini qilmaydigan, chochlarimda rengarang qilmaydigan. Her jihat ishi olsun, mayli kiyinishi olsun, tabiiy yurgan qizlarga amroq deb o'ylayman. Undaqda sizchu, siz mush apingiz yaxshi ko'rgan doirada qaysi cheklamalarni buzib o'talaysiz? Masalan, chochlar narang-sarang bo'ymaydigan dedingiz. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan qizning sizning ruxsatingizni elib va o'zi bak yaxshi ko'rib bo'yishiga yo'l qo'ya olamsiz? Hamda uning xizmati qarayman. Masalan, u masalan san'at chub qolsin yoki naqsh chub qolsin, yo'l qo'yman. Kiyinish jihatdan deymiz, yasinish jihatdan deymiz. Kasbinga moslashgan ayol bo'l demoqchi ekansiz-da. Evet, o'qituvchi chub qolsa, o'zini pokiz tuzlashtirib, kostyumisini joyida kiyib, xizmat formasi deymiz, ashta yusi deyman. Bu qizlar ichida o'z oldiga igilik tiklaganlar ko'proq. Ashtaqki. Kasbchan qizlar ko'proq. Bularningki xohishi bo'yicha harakat qilishiga qo'shilish cheklamangiz qanchalik? Doirangiz qanchalik? Doiram hozircha aniq bir narsa deyamaydi. Beshimiq kelganda deydi ekansiz bu fikam, ha bo'pti. Qani qizlar savollaringlar bormi? Nadiya. Baxtiyor, sizningki shu o'g'illarningki qizlardan pul so'raydigan ahvoli qarta qandaroq bir tushanchangiz bor, bizga bir tushuntirib bera olamsiz? Endi bu ikki ehtimol bor. Masalan, men oliy maktabda o'qib yurgan vaqtimda tulg'otda birisi birga o'qigan, ham yaqin o'tgan, bir-birini tushungan qiz do'stlarimiz bo'ldi-chu. Qoida bu adam mash kishilarning oliy maktab o'qitish jarayonida 5ni o'tidi. Masalan, pulsiz qolgan, o'yliklar seplagan pul yetmaydigan, shunda ahvol ostida ba'zi yaqin oilamizdan jiddiy pul chiqmaydigan ahvol bor. Yani şu načada şuna yakın ötken kız valdı hem de biz özümüz yakın görüp benim şu dostum'a da pul sorsak o gerçi o kız dostumuzda gerçi pul bomusu mu ya apsın sorap ya dostlardan sorap bizge birga ehvallar var. Hem de mençi olganda o oğullarının kızlarının pul soruşu normal ehval dep oylayım ben. Oğullarının gaydi yeni pul var, gaydi pul yok. Hamma qizlarningki shu masala qarta balkim normal deb o'ylashim muvofiq emasmiki deb o'ylayman. Shaxsan qanday o'ylaysiz? Men to'g'ri ko'rmayman. O'g'illarningki qizlardan pul so'rashni hozir hamda atrofimizda nurg'un bizning do'stlarimiz bor, atrofimizda shu odamlar bor, so'raymiz. Ba'zi ashta gaplar bo'lib qoldi-chu, ishda pul so'raganti, undaq bo'lganti, undaq bo'lganti ilvilib bämidi degandekchu. Ama şu mesele qartamda amaliyotdami o'g'illar qizlardan kuchliroq deb biz ashuna o'ylaymiz-chu. Endi shuningmi biz yilqi davomli o'g'illardan talab qildig'imiz qizlardan kuchliroq bo'lsa bizga bexatarlik tuyg'usi bersa deganimiz, osh tarafning o'z ichiga og'anlik uchun shuningga men buni to'g'ri ko'rmayman. Endi yilqi maktabdagi vaqtda balkim normal bo'lishi mumkin, ammo jamiyatga chiqqandan keyin uni men normal deb o'ylaymiz. To'g'ri, ham jamiyat chiqqan yoki ben bu yerda ötkendek buru yakın ötken kızlar olup kalsa, dostlarım olup kalsa, hakikaten beyaz pul lazım sorayım. Lakin ya 5 gün neymi, ya 10 gün neymi. 5 gün içinde bir işe imkaniyetim olup kalsa, 7 gün de yapayım. Lakin digen göz çıkım kaytırma. Şu oğlamamın işini, bu bir pul bir tutsam kaytırdık da biri vurdu. Lakin mesela yeni tanışkan ünlüler deyimiz, doyunu deyimiz, yeni tanışkan kızların pul sorap bakım. Bazı sorap böyle yeni tanışkan var. İş kız koy aslında ya. El bir varsam. Aslında yok. Siz özünüz aldın baktığınızda ha? Aldım baktanmış doğrusu. Kızlar özünüz pul etip baktınız. Yeni tanışkan deyimiz mesela. Siz kızların pul soruşu kanda kardınız demek? Kızların pul soruşuğa bunun da iki ihtimali var. Birisi ben burun tatıp elim verim kıp gelgen, meyli hizmet işim olsun, meyli bir tukkunum olsun, pul sorsa ben doğru körüme, görüp durma. Lakin anda yeni tanışkan mesela. Ama biz yaş balı sorununda oturup kalsak beyaz kızlarla tanışıp kalmamız emez mi? Anda yeni tanışkan kızlar pul sorsa ben tazı yaxşı görmeyim. Hey doktor, sen koymuş kesse, iki kızı koymuş, su kırı kesse, oldular. Pul yok da yıkap gittim. Çemberekte dostluk kaldı dedim, uçurup gitti sizden ha? Doğru. Hoş, biz mesuliyet noktasını sözləvatımız. Meyli kızlar olsun, meyli oğullar olsun. Özünün dairəsində əlbəttə tanışlıq dərəcəsinin çonqurluğuna və ya ki tezliyə qarab durub qarşı tərəfdən nurgun nəslərini kütüdikən həm bəzi bir sadır bulmaslığı tegişlik əhvallarını həmin hazır Nadiya bilən Bəxtiyar ikisi öz yolda etib ötdü. Patügülədə
Masalan, şu ayollik turmuşda ajrashib ketgandan keyin o'rtaq farzandi bor ahvol ostida ikkisininki tang bosh qo'shib, garchi o'zlarining ayrim turmushi bo'lsa-mu, beqishi normal deb qaraymiz-ku. Endi farzandlarning qancha yashigacha beqilish haqqi ola oladigan huquqi bo'ldi. Oliy xalq sud mahkamasininki haqlar qonun dasturining uylanish va oila birligini tatbiqlashga oid adillik izohatininki birinchi izohatning 53 moddasida farzandlarning beqilish haqqi odatda 18 yosh to'shqichi bo'ladi. 16 yoshga to'shgan, 8 yoshga to'shmagan bo'lsa-mu, o'zininki emgak kirimini asosli turmush manbasi qilgan ham shu joyning odatdagi turmush saviyasini saqlab qola oladigan bo'lsa 16 yoshgacha ba'sim bo'ladi deb belgilangan. Demak, odatdagi normal ahvolda bola 18 yosh to'shqicha beqilish haqqi beriladi. Hamda o'zininki emgak kirimiga tayinib o'zining turmushini qamday oladigan farzandlar bo'lsa, beqish haqqi beradigan ota-ona 16 yosh to'shqicha ba'sim bo'ladi. Rahmat. Xo'sh, Alim olim, bayatdan Nadiya bilan Baxtiyor o'xshash nuqtadagi bir savolga o'g'illik maydoni, qizlik maydoni turib o'zlarining ko'z qarashini bayon qilib o'tdi. Mundaqcha aytganda, tanishib uzun bo'lmayli qarz so'ragan o'g'il bola va yoki qarz so'ragan qiz bolaga har ikkalan qarishgan. Lekin atrofimizda yo'q emas. Mening qo'lig'im anglagan ahvollar bor. Bo'libmi shu o'g'illarningki bevosita yo'sinda undidor va yoki amaliy ko'rishgan holatda pul so'rishi qizlarga meningcha hozir to'g'ri kelmaydigan, qizlar qabul qila olmaydigan ishlarning birimi ekan deyman. Uningda qarshi tarafning obrazi xunuklaşib ketadi. Xunuklaşadi, nechtasi ojizlaydi. Bayatın Baxtiyor inimiz degandek, hamda qizlarning pul so'rashi hamda tunishib bilan pul so'rag'ini to'g'ri emas ekan, aldamchilik deding-ku. To'g'ri. Endi o'g'illar qaraganda yana ma'lum darajada to'g'ri tushungil bo'ldi. Qaysi bir psixolog shu bir baxtli bo'laman degan og'izni itishi, yanchiqini etish kerak debdiki. Shunga ba'zida erlardan ham mardlikni, sehrlikni talab qilamiz. Hem şu mardlik, sehrlik bulash uchun hamda yanchiq tozroq uchun bo'lsa, shuni qiyg'il bo'ladigan gap. Bo'lmas tas. Shunga amal va pul ariyat o'tnelish bo'lmagan yaxshi. Cho'qim bo'lish tegishli bo'lsa, bayat degandek qaytirman degan vaqtida qaytirib bersa, menimcha bu to'lim yaxshi deb qarayman. Shunga amal ba'amdim shu. Bek zarur bo'lmasa, pul so'ramagan yaxshi. Nima ish qilsa, pul so'ragandan keyin pulning o'zining barkat olmaydi, to'lash eg'i keldi. Pulga vaqtlik qiyinchilik bo'lsa-mu, chidab o'tkazib bersa, ash pulni so'g'an ketgan energiyani yuziga sarf qilsa, topalaydi. Bek zuru chitti ya, vallahi ulab qoladi. Mana cho'nglarga telefonni nim qilinmagandan keyin ba'zi zuru ulab qoldi ekan. Ham shunday vaqtda amal qilmagan yaxshi. Rahmat. Endi eng oxirgi qitim sizga bir savol so'rashni o'tib beraman. Qizlardan xalqan biringlarga bir savol so'rashni o'tib beraman. Shuning bilan oxirgi yakunni chiqaramiz. Qizlardan kim so'raydi? Ha, singlim. Yaxshimi, ismingiz Baxtiyorg'u? Siz necha bola? 2 bola. 2 bolami? Siz hozir ham o'qish bitirdim, lekin muqim xizmatim yo'q, demoqchi shundaqmi? Agar siz mayli imtihon berib muqim xizmat qiling yoki o'z oldingizga egilik tiklang, endi shu ish qilish jarayonida sizning iqtisodiy ahvolingiz pek yaxshi bo'lib, o'zingizning o'disidan chiqsiz. Lekin endi kunlarning birisida endi ko'nglingiz kelmasin, lekin masalan, uyingizga ota-onangiz borku. Baba. Ota-onangiz tugab ketib qoldiganda ilqi miros endi qoldirib qo'ydi. Har bir bolaga azroq bir uyning endi o'ziga tushliq maymanchilik deydigan narsa bo'ldi. Agar endi ashunda bo'lib qolsa, siz endi shu ota-onangiz sizga agar sizning endi o'z oldinga o'zingizning iqtidorning yetishidi, bo'ldi san miros qoldirmay, yana birsiga beraydi, siz bunga qo'shilamsiz yoki endi qo'shilaman. Qo'shilaman. Siz bolani cho'ng'ima. To'g'ri, cho'ng. Cho'ng farzandlar ko'pincha vaqtda qo'shilishni tanlaydi. Endi siz so'rang Baxtiyor, eng oxirgi bir fursatingiz, Bo'ldi.
Sizdi soray. 2 numaralık Mahir kız. Ana bu kızlar oğullarning asosiyati masalan qizlar o'g'illarni tanlash jarayonida birinchi oq ko'ngilligini tanlamdi yoki pul mol dunyosi bo'lsinmi? Albatta, bu qizlar asosan oq ko'ngil bo'lsa deydi. Chunki odam oq ko'ngil bo'lsa, pul mol dunyo deganni tirishsa topqil bo'ldimizmi? Bu shundoq, lekin hozirgi jamiyatimizda asosan 91% qizlar mol dunyoni tanlaydi ekan. Bundaq muayyanlashtiryapman endi. Undaq bo'lishi shu oq ko'ngil bolalar yo'q bo'lganda ekan. Men batim lekin. Hem davetimiz normal ahvallar, normal. Reallashayotgan ba'zi bir sazgur temalarga nisbatan biz mundaq bo'lish kerak edi desak o'zimizni charchatib qo'yamiz. Chunki turmush qizg'imi o'g'ilg'imi oson emas. Har ikkisi endi bakrak jafo tatmaslikni o'ylasa uni xatolashdi deb turib to'g'ri bo'lmaydi. Chunki uning cho'ng bo'lgan sharoiti, ko'zi bilan ko'gini yaxshi sharoit bo'lib qolganda qarshi tarafdan ancha-muncha talab qilish huquqim bo'ladi gayda. Lekin buni qarg'ulachi 90% qiz iqtisodga qaraydi ekan desak, qizlarni qarlab qo'ygan bo'lamiz. Ota-onalar qiz farzand tarbiyasida nurg'un nuqtalarga ahamiyat berayotgan bugungi kunda qizlarni pul mol dunyoni toniydi deganimiz, ularni xunuklashtirganimiz. Tushundim. Baxtiyor, men sizdan bir savol so'rab olay. Bo'ladi. Sizning nazaringizda shu qizlarning qaysi talablari sizlarga bir o'g'illar nisbatan talabi yo'qirkanmi qizning deydigan bir tuyg'uga akab qo'ydi. O'g'illarga nisbatan men gapqilolmayman, o'zimga nisbatan javob qaytara olaman. Menga nisbatan o qizvalning men qaraganda xizmatdaymiz, iqtisoddaymiz, meni yuqori olib qolsa, bu to'g'ri qizvalning men qarshilab qo'ygan talabi. Navada qizlarning o'rnidan o'g'illarning o'rnini yuqoroq qilib, navad masalan men bu qizlar mendan bir xil yuqoroq talabni qildi-ku endi. Lekin iqtisod jihatindaymiz, har qanday jihatdan mening qo'liyligimni bağib qolsa, men o qizlarni qarshilab Nimish qilganda bu qizlarni Ular shun qarshilikda bir holatni bayqab qolgansizda o'chada. Ertagan uy tutsaqmi, bir uyni uy qilib bo'lmoqdek deb o'ylayman. Halima olimdan bir savol so'rab olaychi, men amaliy yo'liqayotgan masalalarning birisi. Mama shularga shu elchi programmasiga chiqqandan keyin to'yinda, ya'ni shu naq maydon ko'rsatish qildimchu. Qilgan vaqtimda ko'pincha do'stlar menga ayrim xat yozib, sizning o'g'illar qo'ydigan talabingiz beh yuqurgan deb ochdim. Nurg'un uchurlar keldi. Asosan shu bir mazmunda, lekin men shu programma orqali men o'g'illarga hargiz unday yuqori talab qo'yib baxmadim dedim. Faqat qo'ygan talabim iqtidorli bo'lsa, pokiz axloqli bo'lsa, meni tushunsa, o'zim tushunsa, meni yaxshi ko'rsa degan talab qilgan. Men boshqa ortiq unda ya mol dunyosi chiqsa degan talab qilmadim. Lekin shu ko'rurman do'stlarimiz ichida nurg'un do'stlarimizga men ashundaq ta'sir beribdiman. Endi mushu nuqtani aytgan vaqtda mushu qizlarningki o'g'illarga ashundaq ta'sir berishida. Endi o'g'illar nimani undaq o'ylab qoldi bilmadim. Endi ular nima uchun bizim mishinchilik bir talablarimizni yuqori deb o'ylaydi. Men ularga naq maydonda tarqib chiqib javob bergan vaqtimda bundaq javob berdim. Men o'zimga qo'ygan talabim bek yuqori dedim-chu. O'zimga qo'ygan talabim yuqori. Men bir ishni qilaman dedim. Atrofimdagi, qo'l ostimdagi ishlaydigan har bir odam qo'ydigan talabim yuqori. Shuningga men o'zim talabni yuqori qo'yganligim uchun balkim sizga shundaq tuyulib qolgan bo'lishi mumkin dedim. Men bu javobning to'g'ri yoki xatoligini bilmayman. Shuning ham mush orqali mush ko'rurman do'stlarimizningki mushu savoliga bir javob bersam degan umidda sizdan so'radim. Masalan, men sizga Veyshinda mushtaptichu, mayak kelin deb xat yozsam, sizning Veyshiningizga bordi bu xat, shundaqmi? Shundaq. Siz bu Veyshinni ko'ribla, yenimi kelisiz. İkimizin o'tirsa hech qanday gap aloqa yo'q. Maya keling demadim ovozli. Faqat Veyshinda bir xat yozdim Maya keling deb. Bu kuchib sizga bordi. Qandaq bag'inni bilmaymiz ham biz ishqilib bordik-ku. Siz bu xatni ko'rib yenim keldingiz. Bunda qo'sh ikkimizning mushahidga aloqasiga eg'iz hech qanday qatilmaydi. Faqat xat. Shundaqmi? Odamlarning vujudida ongsiz holda, yushun holda bir-birisiga signal yo'llashadi. Ba'zi qizlar mushu butun vujudi bilan qarshi taraf mendan ayrilmaskan deb harakat qiladi. Ammo o'zining vujudida sen meni jiroqlab ket, sen meni tilla, sen meni xo'rla, sen mendan ayrilib ket degan uchurni yo'llaydi. Qarshi taraf sizning nima deganingiz, nim qiyginingizga emas,
sizning o'zingizni bilmay qarshi tarafga yo'llayotgan uchuringiz bo'ladi. Shu uchur bo'yicha yana boshqa sababdan sizdan og'irlik ketadi, sizni tashlab ketadi. Ammo siz bundan eng qo'rqsiz. Siz eng qo'rqsiz. Shunday bo'lmas uchun tirishsiz. Bütün xiyollaringizmi shuning uchun tirishadi. Ammo sizning yo'llagan uchuringiz eng oxiri dal siz xohlamaydigan ahvolni keltirib chiqadi. Shunga sizning bu amaliyotda bütün kuchingiz bilan boshqa narsa uchun tirishayotgan bilan sizning vujudingizdan tirishayotgan, vujudingizni yo'llayotgan uchur dalashında uchur. Biz buni ongsiz uchur deymiz. Shunga nurg'un odamlar inson nimani xato qildim deydi. Bu ayollarni bek ko'p. U ishni xato qilmaydi. Ammo bahso qol. Uni xatolik dal nima desa, u bir yaxshi ayol. Ammo u passiv energiyalik yaxshi ayol. U yo'llayotgan uchur passiv uchur. Mushun o'zgartmagicha ba'zi ayollar hargizmi o'zini ko'zlagan baxtli turmush yetemaydi. Ha, shundoq ko'ngillik paranglashib oldik. Endi Baxtiyor, ikkimiz sanab o'taylik, ukam. Bo'ladi. 3 2 1 Elçi programımızın tacidarlığını özgüçü təmti tutquları bilan xeridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Özçin yemək-içmək çəklik şirkəti öz üstüge algan. Saptava hasal suyu və əsl təm qarqat. Qanaq bo'ldi? Bir yo'rug'liq turadi bu chiroq. Ko'zim xato. Qaysi chiroqniki yeniq holatda turishni xohlagandingiz? Ixtiyor. Qaysi yo'ruq o'smaydi. Afsus, chiroqlar o'chib ketib qoldi-ya. Balkim qizlarmi o'zining xohishi bo'yicha o'chirib yetishni tanlagan bo'lsa, biz albatta bu tuyg'ularni hurmat qilamiz, ukam. Har vaqt ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. Texmo pishib bitilgan oltingizda sahnamizga qayta chiqsangiz, biz sizni qarshi olamiz. Bo'ldi. Rahmat deyman. Ma'qul. Xo'sh bo'lsa. Men bugun elchi programmasiga qatnashib, garchi qizlar chirig'ini o'chirayotgan bo'lsa-mu, men qilchi bo'shashmay bundan keyingi o'zimning kamchiliklarini to'liqlab, bundan keyingi tirishchanligimni texmi oshirib, o'zimga bo'lgan ishonchimni qaytavashdan oshirib, uzluksiz, to'xtovsiz tirishiman. Bir o'zimdan o'qib qoldim. Qalbimiz qancha pokiz bo'lgan sari hayot bizga shuncha yaxshi kishilarni uchrashtirdi deb. Demak, buni biz elchi programmamizga tatbiqlagan asosda elchi programmamizda garchi cheklik doirada jo'r tanlash imkoni bo'lsa-mu, yana nurg'un yaxshi kishilar mushu sahnaga chiqib o'zini namoyon qilib yiqishni xohlayotdi. Demak, yaxshilarni izlayotdi. Biz shularga sababchi bo'laylik deb elchi programmasining pardasini kengra ochdik. Tomoshabinlarimizga ehtiyoji tushgan jo'rsiz bo'ytaqlarga. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning tajdorligini Şinjan Özçin yeməklik ishlab chiqarish çəklik şirkəti öz üstüge algan. Programmamızın G'ulja, Gültaj yemək-içmək ishlab chiqarish çəklik şirkəti alohida qo'llagan. Şinjan Bergnas Xalqaro savdo çəklik şirkəti programmamizni alohida talab qilgan. Şinjan Kamera madaniyat tarqatish çəklik şirkəti programmamizni ajri bilan ishlagan. Agar tor dunyosi orqali programmani qanday ko'ramiz degan savollarni so'ramoqchi bo'lganlarga javob ekran ostidagi ishkil korpus kanarlash orqali kamera achchig'ini qaytib bilishinglarni tavsiya qilaman. Kamera achchig'ida programmamizning hamma sonlari to'p-to'liq. Qizlar, sizlarni quruq qol qaytmanglar. Şinjan Bergnas Xalqaro savdo çəklik şirkəti yana o'xshash sizlarga yana sovg'a tayyorlabdi. Undan boshqa Şinjan Dilbahar savdo çəklik şirkəti Sofiyana grim buyumlari, yurishlik grim buyumlarni tayyor qildi. Qani qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, qo'shilish paytlarimiz keldi. Esinglarda bo'lsin. Ishinglar biz uchun ochiq turg'ay, chunki biz elchi. Xayr do'stlar, omon bo'linglar. Kelar hafta ko'rishaylik.